Vodiylarni yeyib kezganda ko'rsatuv orqali bugun sizlarni yana viloyatimizning so'lim bir qishlog'iga taklif qilyapmiz. Ya'ni bu Zomin tumanining Peshag'or qishlog'i. Peshag'or qishlog'i bilasiz, o'zining qadim tarixiga ega, o'ziga xos qishloq. Bu yerga biz juda ko'p bor kelganmiz. Juda ko'p bor bu qishloq haqida sizlarga gapirganmiz va mana shu qishloq haqida ko'p bor sizlarni tanishtirganmiz. Ammo har gal kelganimizda mana shu qishloqdan nimadir o'rganamiz yoki tarixning yana bir sir sinoatiga guvoh bo'lamiz. Bugun ham biz sizlarga mana shu qishloq haqida, qishloq odamlari haqida hikoya qilmoqchimiz. Demak, bizning ko'rsatuvimizni tomosha qiling. Peshag'or qishlog'i Navoiy qishloq fuqarolari yig'iniga qaraydi. Morguzar tog'lari etaklaridagi bu qishloq qadim tarixga ega. Xo'jay Serob ota ziyoratgohidan qaynab chiqayotgan 40 dan oshiq buloqlar jamlanib, katta soy bo'lib, qishloq bo'ylab oqib o'tadi. Shu soy atrofida uy-joy qilib, chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilik bilan shug'ullanib kelayotgan kishilar turmushi juda fayzli. Bizning hududimizga 7 ta qishlog'imiz bor. 7 ta qishloqdan boshlanishda bu yerda Qonlisa qishlog'imiz bor. Mana chap tomonimizda, o'ng tomonida esa mana Boshpeshag'ar qishlog'i, keyin Ko'sa qishlog'imiz bor, Beshbuloq qishlog'imiz bor, Xatab qishlog'imiz bor. Asosan bu aholimizning turmush tarzi ko'proq dehqonchilik va chorvachilikka asoslangan. Fuqarolarimiz oilada hunarmandchiliklar bilan shug'ullanadi. Misol uchun ayollarimiz kashtachilik, choponchilik, zardozlik, erkaklarimiz esa mana shu oilasida o'ziga kerak bo'lgan anjomlarni o'zlari ko'proq yasaydi. Turistlarning kelishi bizning hududimizda juda ko'paydi. 2 barobar oshdi desak bo'ladi. Chunki mana shu Xo'jay Serob ota ziyoratgohimiz hududidan teparoqda joylashgan, Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Peshag'or g'ori bor. O'sha g'orga turistlarning kelishi ham ko'paydi. Hozir o'sha g'orning oldiga boradigan bo'lsalaringiz, tungi yoritish chiroqlari kerak bo'lsa, nima deydi, o'sha dam olish maskanlari qurilyapti. Sharoitlar yaxshimi? Sharoitlarimiz zo'r. Aholining kayfiyati qanday? Aholining kayfiyati avvalga nisbatan juda ko'tarinki ruhda. Chunki nima deydi, yaratib beradigan imkoniyatlarni biz shu paytgacha aholimiz kutib yashadi-da. Masalan, o'sha joy muammosi, mana aholilar uyda boyagi kashtachilikni qilish uchun aholi foizli kreditlar olish qiyin bo'lardi. Mana subsidiya asosida juda ko'p fuqarolarimizga biz pul ajratib berdik. Hokim yordamchimiz birgalikda hozir o'zlarining iqtisodini yaxshilash uchun aholimiz to'g'ri tushunyapti. O'zlari tashabbus bilan uyda qadimiy momolarimizdan, bobolarimizdan qolgan asariy otaqalarni hammasini boshqatdan yana rivojlantirishga harakat qilyapti. Markazdan o'tgan yo'l qishloqni ikkiga ajratib turadi. Qo'ni-qo'shnilar bir-biri bilan inoq. Shu qishloqning yoshi ulug'lardan biri Kumushona hammani taniydi. Kumushonani ham hamma taniydi. Chunki shu yerda tug'ilib o'sgan va uzoqqa emas, shundoq qo'shni yigitga turmushga chiqqan onaxon 8 farzandni tarbiyaladi. Hozir 100 ga yaqin nevara-evaralarning sevimli buvijonisi. Farzandlarni ham mehnatga o'rgatgan onaxon hayotidan mamnun. Tinch, osuda yurtda ko'z oldida ulg'ayayotgan jujuqlari kamolini tilab duo qiladi. Shukronalik keltiradi. Kumushona, mana hozir chinorga qarab, bir qishloqda toza havosidan bahramand bo'lib, hayot surib o'tirgan ekansiz. Nimalarni hayot suryapsiz? Endi nevara-chevarlar rildi qo'rsin deyman, yukka ketganlarini duo qilaman. Shu o'tiribmiz, shirin hayot kechirib, kenjatayman, birgaman. Nechta farzandlaringiz bor? Mening endi 8 ta farzandim bor. 5 ta o'g'il, 3 ta qiz. Bari joy-joyida tinch. Bu uyni baxt uy deb atadingiz-da? Baxt uy. 5 xo'jalik o'tirganmiz. Qaynatam bor, biz 3 kelin birga qolamiz, yana kelin. Keyin o'tovga o'tqizdik barini. Alohida o'zini uyga. Alohida uyga o'tqizdik. Xo'jayin yolg'iz yigit edi, shu qaynatamdan duo qilman. Shu o'tir balam, nima bersa Xudo senga berasan dedi. Shu duo yaxshi ekan. Shu duo bilan yuribman. Xudoga shukr qilaman. 76 ga kirdim. Daraxt men 68-yil kelgan bo'lsam kichkina daraxt edi. Rayhon gul egib, suv quyib katta qilganman. Keyin hidi bor barglarning. Umuman bir narsa tushmaydi. Haqiqiy chinorda.
Shunga soyasida o'tiramiz, muzday salqin. Bir Qo'ni qo'shlar kelsa qo'ni qo'shnilar hangama karavat qo'yib o'tiramiz. Shunga qaraymizda, shuning uchun mana ariq tiqildirganman bolalarga suv ichin debda. mana 8 farzandingiz bor ekan. Ha, 8 ta farzandim Mana bor. xo'jayiningiz bilan uzoq yillar baxtli yashadim deyapsiz. Zo'r yashadim, Baxtli ha, yashashning Xudoga shukr. siri nimada? Siri shu erkak kishini karman bo'tan emas, shu xayolda bo'ldim men. Xo'jayin yolg'iz jigit deb savdoda bo'ldim. Biran to'g'ri yo'lda yurdim, keyin shu qaynatasini duosini oldim. Shular bilan yuribman. U yoq bo'laveradi o davlat qo'ldan kira. Shu to'g'ri yo'ldan qaytmaganman lekin. Farzandlaringizga nima deb tarbiya berasiz? Hammasiga chiroyli bo'l, birovning haqqini yema. Meni otam qassobiy tarazdan urma bolam, metrdan urma degan. Urmaganman-da. Shuning uchun haq halol yashasa, shirin hayot zo'r bo'lar ekanda. Sog'lom bo'lasiz ekan. Xo'jayiningiz nima ish qilgan? Xo'jayinim shofir edi. Bolalarim kasbini oldi. Demak, farzandlaringiz ham hammasi haydovchi bo'ldi. Hammasi haydovchi. Hammasi haydovchi. Ota kasbini oldi. Shu Qishloqda yashashning gashti qanaqa? zo'rda. Yozda salqin uylar. Ana kirib choy iching. Muzday. Rahmat, charchamang. Shu charchamayna. Salomat bo'ling. Chevarlarga qarab jurayin, shularning duosini qilib jurayin, ha. Ilohim, Ha, ilohim. Shu endi o'tirib yolg'on gapirmay, menim oldingi yil bolalar hamma bolalarni yiqib bo'ldingiz deb umraga jo'natdi. Endi Xudoning uyiga bordim, kechirimni yana bo'lishim kerak. Shu kimga bo'lsa ham kechirimni bo'lishim kerak. Qo'ni qo'shnilarning inoqchiligi qanday bu yerda? Zo'r, dahshat. Birantasi bilan betimiz ochilmagan. Shu Kumushonaning nabirasi Jasurjon juda zikkoyiga chiqib qoldi. Jonivorlar jonu dili. Ba'zida shularni deb darsdan qochgan paytlarim ham bo'lgan deydi jiddiy tortib Jasurjon. Dadasi Shuhratjon farzandining qiziqishini ko'rib, ikkitagina zotli quyon sovg'a qildim. Qarangki, kichik qahramonimiz ularni ko'paytirib, katta tadbirkor bo'lmoqchi. Hammasini aytib qo'ymaydi. Undan ko'ra suhbatimizni eshiting. Jasurbek halidan beri qarab turibman. Mana jonivorlarga qiziqar ekansan-a? Ha, Bu kuchugingning laqabi nima? Simba Simba. Necha yoshda? 2 oylik. Hali yoshga to'lgani yo'q. 3 oyga to'lsa 1 yosh bo'ladi. Nega quloqni kesib tashlading buni? Kuchuklar bilan tarmashsa o'zini himoya qilish uchun-da. Juda ham yaxshi ko'rasanmi deyman-a? Ha. Yana nimalaring bor? Quyonlarim bor, mushugim bor. Mushuging ham bormi? Mushugingning laqabi nima? Mushugimga laqab qo'ymaganman. Mana hozir quyon boqyapman deb qolding. Nechta quyoning bor? 19 ta. 19 ta quyoning bormi? O'zing ko'paytirganmisan? Ha, Nechtadan ko'paytirgansan? 2 tadan. Ikkitadan quyonni ko'paytirdingmi? Ajoyib. Quyonni kim olib kelib berdi? Dadam Qayerdan? Sirdaryodan olib keldi. Quyon boqish qiyin emasmi? Yo'q. Borib ko'rsak bo'ladimi? Ha. Qani, yur chiqani, Yurib borib ko'ramiz. ko'rsataman. Jasurbek, quyoning ancha katta-ku. Otasida bu. Ota quyonmi? Bu quyon 25 kunda tug'adi. Tuqqanda 13 ta, 9 ta shunday tug'adi. Hozir shuni orqasidan 19 ta bo'ldi dedi. Ha, shuning orqasidan 19 ta bo'ldi. Hozir buni joyi kichkina, dadamga aytaman, kattartirib beradi. Nechta qilmoqchisan quyonni? Quyon endi 200 ta, 100 ta. Oho, niyatlaring qarching katta-ku. Kelgusida buni sotib turib, keyin yana daromad qilaveramiz. Bu yil peshag'orliklarning dami baland. Chunki yog'ingarchilik ko'p bo'lib, pichan g'arami yuksaldi. Chorvaning yili keldi deb qo'yishadi bir-biriga quvonchdan. Har bir xonadonda yigitlar hashar qilishib, xashak o'rimiga kirishib ketishgan. Ular bu bilan qanoatlanmaydi. Chorva uchun yem-xashak jamg'arib, undan bo'shagan tomorqaga oziq-ovqat mahsulotlarini ekishadi. Mana bu yil yog'ingarchilik zo'r, mo'l ko'l, Xudoga shukr. Mana chorvachilikka ancha foydasi bor. Mana ikkinchi marta o'rayapmiz mana shu shagarratni bu yil, yomg'ir zo'rligidan. Har yili yomg'irgarchilik bo'lmay qiynalardik. Mana ikkinchi o'rin. Buni haydab, Xudo xolasa, kartoshka, piyoz egib ham oilaga, ham chorvaga foydalanamiz. Bu yil zo'r. Mollarimiz, chorvachiligimiz qishloqqa, elimizga fayzli yil keldi. Rosa zo'r. Mana dehqonchilik Xudoga shukr yaxshi. Mana ikkinchi marta o'rayapmiz, Xudo xolasa bosib, qish bilan molga yemda bu bizga.
Mana joyiga xudo xolasa kartoshka bilan piyoz ekamiz, o'zimizga oziq-ovqat. Bu yil namgarchilik zo'r. Qishloqda yashash qanday o'zi? Ha, qishloqda yashash sharoiti boshqacha baribir. Mana ko'ryapsiz-ku tabiatni. Toza havo. Mana qanday nimalar. Mana 100 yil bo'lyapti mana shu chanorlarga, 100 yil. Demak, bu yerda qadimiy daraxtlar ham ko'p. Daraxtlar ham bor. Mana otamning otasi ekkan mana shu daraxtni. 100 yildan ziyod bo'lyapti mana shu daraxtlarga. Endi mana chorvaga o't o'rib oryapmiz deyapsiz. Qancha chorvangiz bor? Chorvam xudoga shukr 3-4 ta molimiz bor, 5 ta 4 ta qo'yimiz bor, o'zimizga yarasha. Ko'p qilishga sharoit ko'ryapsiz-ku, bu yil namgarchilik bo'ldi, bu yil chorvani yili bo'ldi, bu yil mol qiladigan yil bo'ldi. Haqiqiy mana shu yil. Xalq xursand. Xalq xursand, hamma chorvador, bizni qishda xalqimiz chorva bilan. Mana shu chorvaga bizga elni xalqni rizqida bu. Yog'ingarchilik zo'r, namgarchilik zo'r. Juda yaxshi. Rahmat. Xirmonlaringga baraka. Aytganingiz kelsin. Mayli, xo'p. Qishloq ayollari juda mehnatkash. Suhbatlashib turib ham qo'li ishdan bo'shamaydi. Ayniqsa erkaklar dalada ishlasa, ular bog'da mehnat qilishadi. Har bir xonadonda mevali daraxtlarning tur-turidan bor. Shu kunlarda tut pishig'i boshlangan. Daraxtlarda oq marvarid va pushti hamda qora tutlar rosa shiraga to'ygan. Yilning birinchi hosilni terib, shinni va tut mayzi qilishga oshiqayotgan onalar uning ilk hosilini omonlik-somonlik deya farzandlariga tutadi. Hormang endi. Salomat bo'ling. Mana qishloqda mevali daraxtlar ko'p-da. Hovlilaringizda qanaqa daraxtlar bor? Olma bor, o'riklar, shaftoli, gilos, tutam bor. Mana tutni maroq bilan teryapsiz ekan-da. Nevarlarga terib beraman. Ana agar ko'p bo'lsa, qishga ana varenni qilib saqlab qo'yamiz. Bozorga chiqishning hojati yo'q. Hamma narsa o'zimizdan chiqadi. Qishloqni ajratib, ilon izi kabi cho'zilgan yo'l qishloq tepasidagi muqaddas qadamjo Xo'jay Serob ota ziyoratgohiga olib boradi. Bu qishloqqa kelgan kishi albatta mazkur ziyoratgohga qo'nmay o'tmaydi. Chunki Zomin tumanidagi yashil burchakda joylashgan ziyoratgoh bahor faslida juda go'zallashib ketadi. 8-12 asrga taalluqli bu ziyoratgohda Naqshbandiya tariqatiga mansub Sufi shayx Mavlon Muhammad Peshag'oriy maqbarasi joylashgan. U kishi 1321-yilda tavallud topgan bo'lib, ilmi zohir va ilmi botinida mashhur kishi bo'lgan. Taxallusi Xo'ja Serob yoki Xo'jay Sarob. Bu suv boshining egasi degan ma'noni ham anglatadi. Ziyoratgohning yana bir xususiyati shundaki, bu yerda turli baliqlarga to'la niyatlar bulog'i joylashgan. Bugungi kunda ziyoratgoh viloyatimizdagi boshqa diqqatga sazovor joylar qatori mahalliy qadamjoga aylangan. Mana Zomin tumanimizda eng katta Mavlona Muhammad Peshag'oriy Xo'jay Serob ota ziyoratgohida siz bilan biz diydor ko'rishdi, alhamdulillah. Bu hududni umumiy maydoni 5 gektar. O'rmonlari bor va hududni ichida qabrlari bor. Mana shu Avliyo otani tabarruzotni va shu yerda ko'hna masjidimiz bor va muzeyimiz bor va hujraxonalari bor azaldan. Hozir ham mana yurtboshimiz tomonidan ancha bir ziyoratchilarning sharoitiga harakat yaxshi bo'lyapti. Hammasi xursand bo'lib ziyoratni qilyapti. 49 ta bulog'i bor mana soy ichida. Mana shu taxallusi Xo'jay Serob ota mana shu taxallusiga mos mana shu yerdan chiqayotgan suv Peshag'or Qonli 20 dan ziyodroq aholi suv ichayapti. Ham 200 dan ziyodroq turbada ketyapti, ham oxir suvda ketyapti. Mana shu ziyoratgohdan chiqayotgan suvni xalq iste'mol qilyapti. Qishin yozin suv to'xtamaydi. Yo'q, qishin yozin suv bir me'yorda to'xtamaydi. Mana shunday so'lim joy. Mana o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz. Jizzax viloyatimizda mana shu ziyoratgohlar bo'yicha O'zbekiston bo'yicha bu kishining kitoblari bor. Rashahat Aynul Hayot muallifi Fahriddin Ali ibn Ilvoyizil Koshifiy o'zini zamonasida Alisher Navoiyning shogirdlari tasqir qilib yozgan ekan-ku, o'sha kitobni 280-betida jumladan shu Mavlona Muhammad Peshag'orning ma'lumoti berilgan. Bu kishi haqiqiy mana shu yerda yashab o'tib, shu yerga dafn qilib, o'zlarining qabrlari shu yerda mavjud.
Keyingi paytda mana shu ziyoratgohga ziyoratchilarning tashrifi qanday bo'lyapti? Mana hozir mana o'zlaringiz guvoh turibsizlar. Mana shu so'lim joy uchun va tabarruzotlar mana shu bor. Mana shu masjidlarimiz, muzeylarimizga hozir butun shu xorijiy nafaqat O'zbekiston, xorijiy davlatlar ham buni kuni kecha Germaniyadan, undan oldin Xitoydan, boshqa davlatlardan xorijiy ziyoratchilarimiz ham, turistlarimiz ham ketyapti. Ularni nima qiziqtiryapti? Yildan yilga. Asosan tabiat qiziqtiradi-da ularni ko'proq. Tabiat qiziqtiradi. Mana shu tepada 5 kilometr uzoqda o'zlaring bilasizlar, Peshag'or g'ori bor. Ular juda shu g'or to'g'risida ekoturizm bo'yicha qiziqib kelar ekanda. Shunchadan ko'p aziz ziyoratchimiz. O'tgan yilga qaraganda bu yil ko'proq bo'ldi ziyoratchimiz. Yanada yildan yilga ko'payapti-da. Mana shu ziyoratgohlar shunday. Mana shu ziyoratgohni saqlab qolish, buni nima deydi, ekologik muhitini asrash bo'yicha qanday ishlarni amalga oshiryapsizlar? Mana hozir mana arxeolog tomonidan mana shu 4 ta tepalik bor. Mixtepa, Qo'rg'ontepa, Qorovultepa va yana bir To'rtko'ltepa degan joylar bor. Shular bo'yicha qazilma ishlar ketyapti. Mana shular imkon darajasida mana shu yerda saqlab, tarixiy obidani kelajak yoshlarimizga maqsad meros qoldirishda. Manzarali archalardan ekdik, nok ekdik, olma ekdik, mana tut ko'chatlardan ekdik. Har yil demak daraxtlar ekib, bog'ni yoshartirib boryapsiz. Maqsad shu, yana ham shu tabiatni yaxshilashda, yaxshi saqlash, obod qilish maqsad shunday. Ziyoratgoh janubida ko'hna masjid qad ko'targan. Uning yonida mahalliy aholi tashabbusi bilan o'lkashunoslik muzeyi joylashgan. Bu yerda mingdan oshiq qadimiy eksponatlar joylashtirilgan. Islom dinigacha va undan oldingi davrlarga xos madaniy yodgorliklar shu kichik muzeyda joylashganiga ishonging kelmaydi ba'zida. Hatto osmondan tushgan meteorit bo'lagi ham bor. Milliy liboslar, uy-ro'zg'or buyumlari hammasi mana shu qishloq odamlarining xonadonidan yig'ib olib kelingan. Shundan ham ko'rinib turibdiki, qishloq tarixi yaqin davrlarga to'g'ri kelmaydi. Shu sabab ham bugun qadim tarixga ega bu manzil turizm qishlog'iga aylantirilyapti. Umuman olganda Jizzax viloyatida turizmdan ziyod qishloq bor. Aholimizning kattagina foizi qishloqlarda yashaydi-ki, demak, bu joyda ayollar va yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularning salomatligi bilan bog'liq, ularda shaxsiy rivojlanishi, ilm olishi, hunar o'rganishi bilan bog'liq muammolarning yechimi hammasi qishloqlarda hisoblanadi. Shuning uchun turistik nuqtai nazardan o'rganganimizda Jizzax viloyatida 23 ta turizm salohiyati yuqori bo'lgan qishloqlar aniqlandi. Demak, aniqlangan qishloqlarning har birida qadimiy hunarmandchilik, folklor jamoasi shakllanganligini yoki bo'lmasa o'sha katta hajmdagi, katta miqdordagi yoshlarning prezidentimizning farmonlari asosida kreditlar olib yangi ish boshlagani yoki bo'lmasa yangi hunarlar o'rganayotgani haqida ma'lumotlarni ko'rdikki, hozirgi turizm sohasi bo'yicha rivojlanishga imkoni bor qishloqlar ana shu qishloqlarda boshlanayotgan amaliy ishlarning davomlari hisoblanadi. Agar mana shu har bir tumanimizda Baxmal, Zomin, Arnasoy, G'allarol tumanlarini ko'radigan bo'lsak, ularning bag'ridagi qishloqlarning har birining o'ziga xos jihatlari bor. Bir-birini takrorlamaydigan jihatlar bor. Masalan, shu Zomin tumaniga to'xtaladigan bo'lsak, ayrim qishloqlari bor, gastronomik nuqtai nazardan salohiyati katta. O'sha Zomin patrini yoki Zomin kabobi, tandir nonlari, kubi moylari bilan mashhur. Yoki bo'lmasa, shunaqa qishloqlar bor, katta ko'pkari maydonlariga ega va o'sha joyda O'rta Osiyo miqyosida ko'pkari chavandozlar bellashuvlari bo'ladi. Mana bular ham qishloqlarning o'ziga xos turistik salohiyati hisoblanadi. Avvalambor insonlarning o'zi turistik salohiyat hisoblanadi. O'sha mehmondo'stligi, bag'ri kengligi, o'sha mehnatkashligi, mardligi, samimiyligi o'zi bitta katta turistik salohiyat. Peshag'or qishlog'iga kelib to'xtaladigan bo'lsak, bu Molguzar tog' tizmasining bag'rida joylashgan eng so'lim, eng bir katta, viloyat miqyosida eng katta qishloqlardan va eng turizm nuqtai nazaridan rivojlanib ketayotgan
rivojlanish potensiali yuqori bo'lgan qishloqlardan hisoblanadi. Chunki bu joyda o'sha tarixan qaraganimizda Zardushtiylar bilan bog'liq, Zardushtiyy diniga bilan tegishli bo'lgan qazilma qoldiqlar topildi. Mana hozir Peshag'ar qishlog'ining o'zi ziyoratgohida turibmiz. Ziyoratgoh qoshida qishloqlardagi aholining o'sha hashar yo'li bilan tarixchi olimlarning, tarixchi o'qituvchilarning, o'quvchilarning bir sa'y harakatlari bilan muzey tashkil qilingan. Mana shu muzeyga birgina sayohat qilsangiz, tarix haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Qishloq qadimiy qishloq bilan birgalikda islomgacha bo'lgan davrga oid qabrlar, o'sha davrga oid qazilmalar va urf-odatlar saqlanib qolgan. Mana shu urf-odatlarni saqlab qolish uchun, avloddan ajdodlarga o'tkazish uchun, qolaversa sayyohlarga ko'rsatish uchun eski urf-odatlarni tiklashga va davom ettirishga mos bo'lgan folklor jamoalari va shunaqa mehmon uylar tashkil qilish ko'zda tutilgan va juda ma'qul o'sha asoslangan takliflar hisoblanadi. Endi mana shu qishloqlarning atrofida Zomin tomonga qarab yuradigan bo'lsangiz, u yerda yana qishloqlar bor. Beshkubu, Achchi degan qishloq bor. Keyin Karimsoy degan qishloq bor. U yog'i borib Yetikichuv qishlog'iga ulanadi. Yoki bo'lmasa Baxmal tumanining Muzbuloq, ya'ni Molguzor tog' tizmasining keyingi qismida joylashgan Muzbuloq, keyin yana u yerda bor Boyqo'ng'ir qishloqlari bor, Aldashmon qishloqlari bor. O'shalar bilan qadimiy o'tadigan so'qmoqlar bor. Hozir turizmning turistlarning, sayyohlarning talablarini ko'radigan bo'lsak, aynan mana shu birgina Peshag'ar qishlog'ining o'zidan boshlagan turistik marshrutlar qo'shni 10 dan ortiq qishloqlarda yoshlarni ish bilan ta'minlovchi, ularning turistik salohiyatini qo'llab-quvvatlaydigan marshrutlar bo'la oladi. Mana masalan Beshkubu qishlog'iga o'tadigan bo'lsangiz, shu yerdan marshrutlar qilingan. Beshkubu qishlog'i o'zi Zardoshiylar davridan qolgan shunaqa an'analar bor, yerga achchiq narsa ekmaslik. Ularda shunaqa narsa saqlanib qolgan. Yoki bo'lmasa Karimsoy qishlog'iga boradigan bo'lsangiz, u yerda qadimiy o'sha sutni qayta ishlashni qadimdan takomillashtirgan va hozir ham o'sha yog'larni yerga ko'mib yoki bo'lmasa har xil sut mahsulotlaridan har xil qayta ishlashlar foydalanadigan uslublar saqlanib qolgan va hokazo. Shuning uchun hozirda bo'layotgan qaror, farmoyishlar, etnoturizmni rivojlantirish bo'yicha, ekologik turizmni rivojlantirish, gastronomik turizmni rivojlantirish, piyoda turizmni rivojlantirish, hatto g'or turizmini rivojlantirish bo'yicha ham mana shu qishloqda potensial bor. Bilasizki, Peshag'ar degani, g'or oldidagi qishloq degani, mana shu joy turgan joyimizdan 4 kilometr tepalikda qadimiy g'or bor. Qolaversa, salohiyatning yana bitta talab qilinadigan tomoni qadimiy shaxslar bilan bog'liq tarix bor. Bu yerda o'sha Iskandar Zulqaynar bilan uning o'sha yurishlari bilan bog'liq tarix bor. Yoki bo'lmasa Bobur Mirzoning yurishlari bilan bog'liq tarixiy manbalar bor. Kitoblarida Peshag'ar haqida yozib ketgan aniq ma'lumotlar bor. Bu ham masalan qishloqning potensialini va o'ziga xos turistik obro'sini belgilovchi bir asos hisoblanadi. Ziyoratgohning sal yuqorisida Lolopa aytganidek Peshag'ar g'ori joylashgan. Unga tor dara yo'lidan o'tib boriladi. Bu g'orga bir necha bor tashrif buyurganmiz. Hamkasblarimiz qatori biz ham bir necha bor lavha tayyorlaganmiz. Ammo har gal kelganimizda bu qadim manzildan nimadir o'rganamiz, nimadir topamiz. Uchqur va qirra toshlardan iborat tog' yo'li oralab go'zal manzara va tabiatning noyob jonivorlari parvozini kuzatib, yo'l bo'ylab ketdik. Peshag'ar qishlog'iga kelgan kishi albatta Peshag'ar g'origa borish kerak va albatta tarix bilan yuzma-yuz bo'lish kerak. Biz esa Xo'jay Serob ota ziyoratgohidan chiqib, Peshag'ar g'ori tomon yo'l oldik. Dara, so'qmoq yo'llar, baland tog'lar, yovvoyi tabiat o'ziga sizni rom etadi. Ta'riflashga so'z ojiz. Shuning uchun tasvirchimizning nigohida siz ham tabiat go'zalligidan bahramand bo'ling.
mamlakatimizda turizm yildan yilga rivojlanib borayotganligini mana shu Peshag'or g'oridan ham ko'rsa bo'ladi. Chunki bu yerga tungi yoritgichlar o'rnatilgan, yo'llar obod qilingan, qolaversa mana shunday sayyohlar uchun katta imkoniyatga ega zinapoyalar qo'yilibdi. Biz ham mana shu zinapoyalardan chiqib g'orga yetib boramiz. Oldin bundan 3-4 yil oldin kelgan yo'l sayyohlar, turistlar juda qiyin va og'ir sharoitlarda yuqoriga chiqqan. Biz esa mana shunday imkoniyatli, mana shunday zinapoyalardan tepaga chiqib boramiz. Peshag'or nomi ostona yoki g'orga kirish degan ma'noni anglatadi. Bu barcha g'orlarning eng kattasi bo'lib, unga kirish uchun o'lchami 1-1,5 metrga yetadigan tuynuq orqali o'tish kerak bo'ladi. Va nihoyat mana biz Peshag'or g'origa yetib keldik. Mana biz g'or og'zidamiz. Bu yer g'or eshigi, g'or darvozasi. Umuman olganda g'or mana shu joydan boshlanadi. Ichkariga yana ancha bir necha chaqirim ichkariga kirishingiz imkoniyati bor. Biz esa aynan mana shu daqiqalarda tarixchilarimizning ma'lumotiga e'tibor qaratamiz. Bu g'or tarixi 1-asrlarga oid. Salnomachilar aytishicha, o'z davrida mahalliy aholi shu yerga berkinib, hatto Aleksandr Makedonskiyga qarshi jang olib borib, uni hayratga solgan deyishadi. Zahiriddin Muhammad Bobur shu yerga chodir tikkan. Shu yerda hordiq olib, g'or sir-sinotini o'rgangan. Bu g'or qadimiyligini miloddan avvalgi 4-asrlarga oid idishlar, kundalik turmush buyumlari, qoyatosh suratlari, qabrlar va suyaklar topilgani ham isbotlab turibdi. Siz bu yerda Turkiston tizmasining shimoliy-g'arbiy qismidagi Molguzar tog'larini, sayroqi qushlardan tortib, go'shxo'r jonivorlarni, doimo yam-yashil bo'lib turguvchi archalar, kamyob o'simliklar turini va boshqa ko'p narsalarni ko'rishingiz mumkin. Qishloqdagi har bir xonadondan qadim tarixga ega buyumlar, asori atiqalar topilgani, hali hanuz hunarmandchilik saqlanib qolgani zominning ushbu manzili qadim o'tmishga ega ekanligini anglatib turadi. Ayniqsa Turkiston va Molguzar tog'lari etaklaridagi qishloqlarda xalq og'zaki ijodi ham yaxshi saqlangan va u rivojlanib bormoqda. Bu nomoddiy meros hali hanuz momolarimiz tomonidan ardoqlanib kelinayotgani, yosh avlodga yetkazib berilayotgani zomin qadim tarixga ega ekanligidan yana bir dalolatdir. Mana shunday o'tmish bilan sirlashgan go'shalarda yana ko'rishguncha salomat bo'ling.
romonim bulutday tog'a tushgan burgutday panjalari toshdi jarar arasidan o'tayoq men o'tayoq yana o'tay panjalari toshdi jarar arasidan o'tayoq men o'tayoq yana o'tay qara chachim qaraydi yarim qo'li taraydi qara chachim qaraydi yarim qo'li taraydi kuni bo'yi kemading ey yurak qurg'ur qarg'aydi rangi ro'yim sarg'aydi kuni bo'yi kemading ey yurak qurg'ur qarg'aydi rangi ro'yim sarg'aydi boylaringga boyitmor jonlaringga jon timor boylaringga boyitmor jonlaringga jon timor suv kelsa simirdimda toshi kelsa kemirdimda ro'zg'oringga butmor suv kelsa simirdimda toshi kelsa kemirdimda ro'zg'oringga butmor oh
ko'kka yetgan mollarning gullaridan ko'p bo'lar. Qizim qizomadi, sochiniga uzomadi. Qizim qizomadi, sochiniga uzomadi. Yumadi daromadi, shuning uchun uzomadi, shuning uchun uzomadi. Jonim o, joda qopishgan nonim o. Jonim o, joda qopishgan nonim o. Tomirimda qonim o, g'ururim san norim o. Tomirimda qonim o, g'ururim san norim o. Aha he, oho he, aha he, oho he. Hacoş oğlanlarım, mardana kuş oğlanlarım. Hacoş oğlanlarım, mardana kuş oğlanlarım. Öz kadrine dümen bilmez mardı bir boş oğlanlarım. Öz kadrine dümen bilmez mardı bir boş oğlanlarım.